Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Bugun biz Indoneziya kompyuter universitetiga tashrif buyurdik. Tashrifimizning asosiy maqsadi 2025-yil 15-sentyabr kuni Chirchiq davlat pedagogik universiteti rektori, professor, O'zbekiston fan arbobi Gafurjon Muhammedov va Indoneziya kompyuter universiteti rektori, professor Eddi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandumning asosiy maqsadi ikki tomonlama hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish, universitetlarimizni dunyo miqyosida tan olishini ta'minlash, talaba almashinuvini yo'lga qo'yish, akademik mobillik, professor o'qituvchilar stajirovkasi, yozgi maktab, kuzgi maktabni tashkil qilish, o'quv amaliyotlarini tashkil qilish, talabalarning har tomonlama intellektual salohiyatini rivojlantirish maqsadida tadqiqotlar, loyihalarda, grantlarda ishtirok etish va hokazo masalalar ko'rilgan. Biz bugun tashrif buyurganimizdan xursandmiz. Shu munosabat bilan men Unicomning 25 yillik yubileyi hamda yangi talabalarning qabul qilinishi hamda Unicom rektori professor Eddining Chirchiq davlat pedagogik universiteti faxriy professori, Sorbon universiteti faxriy professori, ijtimoiy fanlar va siyosiy fanlar instituti faxriy professori bo'lganligi bilan tabriklayman. Ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Bizning tashrifimiz bu hamkorlikni boshlanishi deb bilaman va hamkorliklarimiz rivojlanadi, kelajakda amaliyotda bir o'zini natijasini beradi degan umiddaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.